Homila qachondan boshlab eshitishni boshlaydi? Homilaning eshitish tizimi 16-18 haftadan boshlab shakllanishni boshlaydi. Homila ona qonida yig'laydimi? Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, odatda 28 haftadan keyin bolada agar noqulaylik sezadigan bo'lsa, og'zini ochadi, tilini qimirlatadi, nafas chiqarishga harakat qiladi. Lekin bu yig'i ovozini o'pkasida havo yo'qligi uchun biz eshita olmaymiz. Homila onasining ovozini taniydimi? Albatta, ham tashqaridan, ham ichkaridan suyaklar tebranganda bola sezadi. Shuning uchun bola tug'ilgandan keyin boshqa ovozlardan onasining ovozini yaxshiroq farqlaydi. Qorindagi homila qaysi tovushlarni ko'proq eshitadi? Odatda otasining ovozi, onasining kulgusi va tabiatdagi yoqimli ovozlar, masalan suv ovozi yoki barglarning shivirlashi yoki qushlarning sayrashi. Shuning uchun homilador ayollarimizga ko'proq tabiat qo'ynida bo'lishni tavsiya qilamiz. Baland ovozlar homilaga zarari bormi? Albatta, baland ovozlar demak bolani bezovta bo'lishiga va ko'p harakatlanishiga olib kelishi mumkin. Homila ovozga qanday javob qaytaradi? Turtib qo'yishi mumkin. Yoki yuragi urishi tezlashishi yoki sekinlashishi mumkin yoki tinchlanib quloq solishi mumkin. Nima uchun homilador ayolga baqirish mumkin emas? Bu nafaqat ovozning balandligiga, balki onada hissiyotlari natijasida stress gormoni, ya'ni kortizol gormoni ishlab chiqarilishiga va bu kortizolning yo'ldosh orqali homilaga o'tishi va homilani bezovta bo'lishiga olib kelishi mumkin. Homila bilan qachondan gaplashishni boshlash kerak? Iloji boricha erta muddatlarda gaplash tavsiya etiladi. Ayniqsa bolaga Qur'ondagi Sakinat suralar, ayniqsa Mulk surasi, Yasin surasi, Voqea surasini o'qib berish juda ham foydali. Aziz homiladorlarim, siz ham homilangiz bilan gaplashib turasizmi? Javobingizni kommentariyada kutib qolaman.